kim men bilen beslişidi o? Boya qo'shni davlatning qilishvat chempioni, davlatimiz palvonlar bilan elishmoqchi ekan. Men chiqay. Hay! Ta'lim bering. Davlatimizning haqiqiy palvoni bo'lishga munosibsan. Mehmonning kason. Hay! Emdi benim artımını kör ola. Bizden de öltümüzlerden güçlük. İsil kılıcı bak Adem'nin yanışı inikla. Abbas, onu bozorga apirib, davlatimizning avvat joylarini ko'rsatib kel. Bo'la. Xo'p. Meva sotaman. Meva ilinglar. Yangi meva. Meva sotaman, meva. Ha? Tangichu? Kavap sotaman, kavap. Erkek qo'yning kavapi. Bu kavap yeşilken. Elim. Kishmish sotaman, kishmish. Shirin shakar kishmish. Kishmish sotaman. Bizning o'yinning kishmishi bek tatliq. Abbas aka. Yürü, av yakı verip gilayli. To'xtab. Tek tangini bermidingiz? Tangini siz bering. Mening elimda tangi qolmadi. Men ezelden yenimga tengi sanmayman. Nemish tangini siz bersiz, Abbas aka? Bu qo'shni davlatning palvoni, podshohimizning mehmoni. Uning yuzini qilmasang bo'lmas. Unda bo'lsa, u yegan kishmishiga o'zi hujjatini yozib berish kerak. Men degan dağlık palvan tursam, sana hüccet yezip biremdim tehi. Undaq bo'lsa, qilichingizni ranik qo'yib qo'ying. Mening bu qilichimga butun bozorni setib ag'ilib bo'ldigan tursa. Undaq bo'lsa, qilichingizni ko'rib baqsam bo'g'dakda. Soltak. Ko'zing xili maltun edikan jumo. Bilsini uchirib asal to'laysan jumo. Bu qilich saxtiki. Soltak. O'lgan kaga o'xshamamdu, ha? Ishonmamsiz? Bu qilichingiz qog'ozga o'tmaydi ekan, qandaqmi esil qilich degili bo'lsin? Emsi işkaylan bir iliş bakaylı. Sana esil kılıçımdan karametini bir körüsüp koymasam. Uning qilichi haqiqatan qaltiskan. Mening qilichimda yaman ekan. Agar utursangiz qandaq qilasiz? Bu kılıçni sana berman, qandaq. Gapimiz gap. Palvan, tayyorligingiz bitdimi? Meni tayyorligim olli burilib bitgan. Nasrda uning bilan qog'oz kesishdi basisham. Onun qandaq o'yin o'ynaydiganligini kim biladi? Nasrdan kamningmi o'zining o'ylaganlari bor. Qaraganda tayyorligingiz bitmagandek qiladi. Qani, qog'ozni kesmamsiz? Marhamat. Qog'oz izim yo'q. Kesilmabdi. Ay! Ay! Allah, demir sopatamsiz, qog'oz kesyaptamsiz. Ay! Kesila! Palvan, bu qatam siz fitirdingiz. Esil qilishingizni ranik qo'ying. Abba, senden ötünüp qalay. Ulağı gap qilib qo'ysam, bu esil qilichimni ranik qo'ysam bo'lmaydi. Nasrdan, mana qilaylik. Undaq bo'lgan ekan, amisa hujjat yozib beringlar. Sen ufturding. Biz yangdoq. Demak, Nasrdan u terisiga patmagan palvonning adivini raso beribdi-da, ha? Shundoq Shahim. Shahim, qo'shni davlatdagi palvon ko'rishni talab qilyapti. Bu kechada nima ishi bordi? Kirson. Shahim, sizlar bilan xo'shlashqili kirdim.
bir necha kun turmamsiz sizni obdinoq kutanmadik. Ko'ngillari tegil bo'ldi. Oilamda jiddiy ish chiqib qopti. Shunga qaytay. Undaq bo'lsa bo'pti, sizni tutib qolmay. Bizning ishigimiz sizga har qachon ochiq. Rahmat Shohid. Eliq palvon tangini ajib akapamaydi-ku. Shuni deyman, kashim bo'lib ketdi. Nasriddin, chataq bo'ldi. Palvon ketadigan bo'ldi. Tanga berishdan qo'rqib shunda qipti-da. Shundoq. Boya o'sha shoyimizga ketaman dedi. Nima? U qanday qilmas? Ha, topdim. Abasaka, bu yoqqa keling. Bu konu qing'iraq qarg'i kelarmi? Yanılı boshqa amal topqin, ha? To'g'ri. Chataq yo'q, xotirjam bo'linglar. Nasriddin, Abbosning esil qilich sitvatini deydi-ku. Shundoq. Bizning uyda o'tkir qilishdan birsi bor. Yaxshi, amsi men birini sitib olay. To'xtanglar. Aldirmanglar. Aldirmanglar. Sening meva yeging bormi yo'q? Men bilaman. Mana. Bu nima? Xatolashmadingiz, palvon. Bu ota-bobomning qolgan isil qing'ir. Meni aldayapsan nima? Nima boshqalarni anglagan? Haqiqatan bu esil qing'ir. To'g'ri. Ha. Amsi biz bir silab boqayli. Agar yaxshi bo'lsa, men olaman. Yaxshi. Bu gapni siz dedingiz, ha? Amsa yana qog'oz kesaylik. Ya'ni shu usulmi? Obdan qarang, ha? Obdan qarang. Qing'iroqni berib olay. Mana shu. Tez bo'lmabsa. Ma'qul. Kesishni boshlaylik. Bu mumkin emas. Kesildi. U kesildi. O kesildi. Rostini kesilibdi. Bu kesilibdi-ku, mumkin emas. Qandaq? Bu ota-bobomdan qolgan qing'iroq, ha? Qandaq, ishtimikar. Endi tangini ber. Bunda qoni qarag'i olmayman. Mening qing'iriqim qog'ozni kesib o'tgandan keyin sizning qilichingizdan ish tikkan. To'g'ri. Shuning uchun gapingizda turib, buni elishingiz kerak. Abbos, menga yana bir qidim yordam qil, bo'lamdi. Bo'ldi. Palvon mening qing'iriqimni yaratmagan bo'lsa, men mo setishni xohlamayman. Shundoq. Undaq bo'lsa, hujjatga yozib bergan tangini amdig'o berasiz. Ozg'ini tangi uchun davlatingizning obro'yini to'kib olmang. Ma'qul. Palvonning qilichi shundoq ishtik turib qog'ozni kesamidi? Lekin sening qing'iriqing qog'ozni kesalaydi ekan. Amaliyotda men buni tasodifiy bayqab qoldim. Bu kitobda xotirlangan ta'sir kuch bilan qarshi ta'sir kuchning munosabati. Lekin sening qing'iriqing bu Qing'iroqni o'ldisa kesalaydi ekan. Kitobda shundoq yozilibdi. Qing'iroq suv tekkizsangiz, qarshi ta'sir kuchini yo'qotib, albatta kesalaydi debdi. Nasrning qaltisga. Amaliyotda men mo boshqalarga o'xshash savolni jiqroq so'rayman shu.